Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu Happy Chemicals deb atalgan, ya'ni odamni zo'qlantiradigan hormon to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishinglarni umid qilaman. Hamda bu odamni zo'qlantiradigan hormon kelishdan burun hormon degan zodi nima? Balkim ko'pinchimiz anglab kelyapmiz hormon deb. Lekin tibbiy arq ko'rinishi bo'lmagan qarindoshlar balkim hormonning nima ekanligini bak bilib ketmasligi mumkin. Shunga bu odamni zo'qlantiradigan, hayajonlantiradigan hormonga kelishdan burun oldi bilan hormon degan zodi nima degan to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tmoqchi. Hormon deganimiz badandagi o'xshamagan bezlar tarafidan ishlab chiqarilgan va badanda muhim rol o'ynaydigan ximiyalik moddalar bo'lib, ular shu bezlarda ishlab chiqarilgandan keyin qon aylanish orqali badanning har qaysi qismiga yetib berib, u joylarda har xil muhim xizmatlarni o'taydi. U hormonlar ichida ba'zilari bizningki kayfiyatimizni tangshashda, bizni hayajonlantirishda, zo'qlantirishda va xushallantirishda bizda aktiv his tuyg'u, suygu va mehr-muhabbat paydo qilishda alohida muhim rol o'ynaydi. Biz bu hormonlarni odatda odamni zo'qlantiradigan hormon deb ataymiz. Bu odamni zo'qlantiradigan hormon jami 4 xil bo'lib, ularningki birinchisi dopamin. Bu dopamin deganimiz odatda xush tuyg'u hormoni debmi ataladi. Dopamin ham hormon, ham nerva uchur yo'tkug'ichi, ya'ni bir nervidan yana bir nervaga uchur yo'tkug'ichi rolni o'ynaydigan modda bo'lib, miyaning mukofotlash sistemasining muhim tarkibiy qismidir. Dopamin o'rganish, esda saqlash, harakat sistema iqtidori va xushalliq tuyg'ular bilan munosabatlik. Bu rasmda ko'ryapotganinglar yuqoridagi dopaminninki ximiyalik tuzilishi, aningdan keyin tövandagisi bu dopaminninki ajratib chiqargandan keyin ta'sir qiladigan joylar, ya'ni dopamin pathway deydi. Mushu dopaminninki xizmat o'tash jarayonidagi tarqalish ahvoli. U hormonlarninki ikkinchisi serotonin bo'lib, bu serotonin hem hormon, ya'ni dopaminga o'xshash hem hormon, hem nerv uchur yo'tkug'ichi bo'lib, u kayfiyatni, shundaqla tuyg'u, ishtaha, hazm qilish, o'rganish iqtidori va esda tutish qobiliyatini tangshashda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Bu ko'rayotgandek sol tarafdagi yuqoridagisi serotoninninki ximiyalik tuzilishi, tövandagi bu serotoninninki mushu miyada ajratib chiqarish va xizmat o'tashda bir jarayoni. Shu jarayonninki bir miyadagi qisqa oddiylashtirilgan rasmi. U hormonlarninki uchinchisi oksitosin, ya'ni oksitosin bo'lib, bu rasmda ko'ryapotganingizda yuqoridagisi uning ximiyalik tuzilishi, yana oldingi ikki moddaga nisbatan biroz murakkab. Andan keyin tövandagi rasm u oksitosinninki ajratib chiqarish jarayoni va ta'sir qiladigan organlar. Hamda oksitosin deganda bu odatda muhabbat hormoni debmi ataladigan bo'lib, u bola tug'ish, bola emitish va ota-ona bilan bolalarni o'zaro bog'lashda intayin muhim rol o'ynaydi. Bu hormon yana ishonch, hissdoshlik va insonlar orasidagi o'zaro bog'ni kuchaytirishga yordam beradi. İnsanlar o'zaro söýüşgende, quchoqlashganda va jinsiy munosabat o'tkazganda bu hormonning miqdori oshadi.
U hormonninki 4-incisi endorfin deb atiladigan bo'lib, bu sol tarafda ko'rayotganinglar yuqoridagisi endorfinninki ximiyalik qurilmasi, anandan keyin tövəndikisi bu endorfinninki miyadagi miqdorining tarqalish ahvoli. Ya'ni rangninki o'sha qizillikdan sariqqa nima qilishi, o'zgarishi, ya'ni bu endorfinninki miyadagi miqdorining oz ko'pligiga vakillik qiladigan bir rasm. Endi bu endorfin deganimiz badanda tabiiy og'riq pasaytgich bo'lib, u badanni jiddiylashish, besim yoki bearomlik his qilganda ishlab chiqarildi. Ya'ni badanda shunday bearomlik, rahatsiz hosil qilgan vaqtida bu ishlab chiqarildi. İnsanlar tamoq yeyish, chiniqish yoki jinsiy munosabat o'tkazish qatorliq huzurliq faoliyatlar bilan shug'ullangan vaqtida u hormonning miqdori oshadi. Ya'ni adam bearomlik, jiddiychilik, og'riq his qilgan vaqtida bu hormon ajratib ishlab chiqarilib, bizningki badanimizdagi bu bearomlikni, og'riqni pasaytadi. Shundaq roli bor. Bu odam badanini zo'qlantiradigan, ya'ni odamda xushalliq his tuyg'usi paydo qiladigan bu 4 xil hormon to'g'risidagi qisqacha tushunchani bu yerda oxirlashtirmoqchi. Men keyin bu 4 xil hormon to'g'risida, ya'ni ayrim har bir hormonniki ajratib chiqarish o'rni, uningki xizmat qilish funksiyasi va badandagi ta'sirlar to'g'risida yana men qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Ya'ni shu 4 xil hormonni ayrim holda bugungi bu leksiyani men bu yerda to'xtatmoqchi. Hammanglarning anglag'aninglarga ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.